Assalomu alaykum azizlar. Bugun 14-iyun. Obyektimiz Andijon Izboskan tumani. Basseynlarimizda to'la shu bilan zapravka qilib, dorilarni solib, igrushkalar holatda qo'ydik. Xudo xohlasa nasib qilsa dushanba kuni ishga tushirish arafasidamiz. Mana bu ayollar tomon ikkita gorka qo'yilgan, suvlari to'la to'kis to'ldirilgan, svetlari, sirkulyatsiya suvlari aylanib turibdi. Ammo bolajonlar uchun maxsus detskiy zonamiz. Chuqurligi 0,45. Mana bunga ham sirpanadiganlar qo'yilgan maxsus. Bu ham ayollarniki, bunga nisbatan chuqurroq, bunga nisbatan chuqurroq. 1,30, 1,50, 1,55. Ularda ham mana ikkita gorka qo'yilgan. Hammasi tayyor holatda turibdi. Xudo xohlasa dushanba kuni ishga tushiramiz. Ketdik endi erkaklar. Mana erkaklar tomonimiz. Basseynimizning razmeri bunaqasi 11 metr, bunaqasi 30 metr. Birinchi oq gorkamiz otadigani, mana bunisi bir kurukda tushiradigani, narigisi ikkita kuruk. 3 ta gorka qo'yilgan erkaklar tomonga. Polniy bunisini hozir shay holatida turibdi. Bunisi bilan narigi kattasini suv to'ldirish ishlari ketyapti. Xudo xohlasa dushanba kungacha to'ldirib tushirish marosimini o'tkazib yuboramiz. Bunga shunaqa akvapark, basseyn qurilishlari xizmat kerak bo'lsa, bemalol xizmatdamiz. Telefon nomerlarimizga murojaat qilaverasiz.